Hammalarga juma ayyom muborak bo'lsin. Allohim o'zi yo'l bo'lsin. Xitoyliklar musulmon bo'lsin. Jigarlarim, hammalaringizni hurmat qilaman. Yaxshi niyat yarim davlat deydi. 2026-yil 19-iyun kunida turibmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. O'chib qoldim endicha. 19-iyun kunida turibmiz. 23-kuni Portugaliya bilan O'zbekiston o'ynaydi, bilasizlar. O'zbekiston inshaalloh обязательно yutadi, sensatsiya sodir bo'ladi. Meni gaplarim Xudo xolasa eslangizda tursin. Kamazimiz bo'lyapti. Plunjerlarni restavratsiya qilib beramiz. Rem komplektlar hammasi yangi bo'ladi, Xudo xolasa. Raspretlarni ham restavratsiya qilib beramiz. Egalari shuni xohladi. Xudo xolasa nasibsa yaxshi niyat qildik Alloh uchun. Hamma ham yutamiz deb o'ynaydi. Hech kim yutqizaman deb maydonga tushmaydi. O'zbekistonga biz omad tilab qolamiz jamoamiz bilan. Orif akam bizlarni Oqdaryo tumani Yangiqishloqdan Orif akam ko'rayotgan bo'lsa, Orif aka, siz ham bilaman, sajdaga boshingiz borganda O'zbekiston yutsin deb duo qilasiz. Biz ham O'zbekistonni yutishni xohlaymiz. O'zbekiston olg'a, u futbolistlar bizlar tanimasligi mumkin, lekin biz O'zbekistonni sevamiz. Qur'on kitobda yozilgan podshoni amri vojib futbolistlarimizga balet qilamiz. Tamom. Shunday. Rahmat.